Yaqinda Namangan viloyatida poyga poligoni qurilish rejalashtirildi. Okeylar, poyga poligon qurilsa, drag va drift zonalar qilinadigan bo'lsa, bizning shahrimizga qanaqangi yaxshi va yomon taraflari bor. Birinchi o'rinda yaxshiliklarni ko'rib chiqamiz. Okeylar, har bitta pilot, har bitta mashinani egasi, mashinani boshqa viloyatdan olib keladigan bo'lsa, hech qachon o'zi kelmaydi. Ya'ni o'zini yaqin oshnasi va mashinani injeneri va mashinani ballonlarini almashtiradigan bitta usta va programmist usta bilan keladi. Maksimalni bitta komandada 5 yoki 8 kishigacha. Bitta mashinani evakuatordan olib kelish uchun kamida 3-4 ta mashina harakatlanib kelinadi. Bu bizning shahrimizda mehmonxonalarimiz yurib ketishiga katta hissa qo'shadi. Bitta mashina drift qilish uchun kamida 30 ta pakrushka yeydiriladi va 30 ta pakrushkani yo'q qiladi. Ya'ni shinalarni tutatib tashladi. Bu balon purish okalarimizni savdolari yanada yaxshi bo'lishiga olib kelinadi. Biz bilamizki, sport mashinalar sifatli yoqilg'i benzinda harakatlanadi. Bu benzinda va trenirovka zayezdlarda va draglarda bitta mashina minimum 100 litrdan 200 litrgacha benzin yoqadi. Bu rasxod benzin sotadigan okalarimizda yanada ishlarni yoritib tashlaydi. Asosiysi Namangan viloyatining statusini O'zbekiston Respublikasida boshqa viloyatlarga qaraganda yanada oshiradi. Sababi turizm degan narsalar katta rivojlanadi. Chunki poygaga kelgan odam poyga o'ynagandagi albatta bizni Namanganimizda, Vodiyda va SNGda bitta bo'lib turgan afsonalar bog'iga kirib, maza qilib xorda oladi. Endi minus haqida gaplashamiz. Minusi ozgina shovqin bo'lishi mumkin. Chunki katta agregatdagi motorlar baland shovqinda ishlaydi va bu zonalarni shahar chekkalarida qilinsa zo'r bo'ladi. Okeylar, endi sizlarga savol. Aynan poyga poligoni qaysi zonada bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi?